minglik do'konimizga go'zallarim fasonlanib dodasi keldi. Go'zallarim, ustimdagini aniq so'raysizlar bilaman. Bu ustimdagi ham 99 mingdan. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli villur hamda organza matosi bilan kombinatsiya qilib ishlangan. Bularning rasvetkalari 3 xil rasvetkada. Mana shu shifon matosidan bo'lgan qomatini umuman bilintirmasdan kiyinib yuradigan muslima opa-singillarimiz uchun ham mana shu fasondagi ko'ylagimizni go'zallarim 4 xil rasvetkasidan olib kelib qo'yganmiz. Agar shifonga hali vohli desanglar, go'zallarim villur matosidan bo'lganidan ham bor. Shunaqa chiroyli bo'lgan вечерний ko'ylaklarni 99 mingdan qatta beradi go'zallarim, albatta bizning do'konda-da. Go'zallarim, krasavitsalarim, onajonlarimiz uchun ham shunaqa необычный stilga ega bo'lgan ko'ylaklarimizni 2 xil rasvetkasidan olib kelib qo'yganmiz. Voy, go'zallarim, enimdagini so'rayapsizmi? Bundan ham sizlar uchun 99 minglik do'konimizga olib kelib qo'yganmiz. Novinkalarimizni ko'rsatishda davom etaman. Frantsuzskiy dilinadagi hamda go'zallarim mana shu shifondan bo'lgan 2 xil fasondagi ko'ylaklarni ham 99 minglik do'konimizdan topsanglar bo'ladi. Bahorgi, yozgi kofta yubkalar 99 mingga nima deyapti? Bozorma-bozor yurayotgan, o'g'lini uylantirayotgan xudo xolalar, to'g'ri 99 minglik do'konimizga kelaveringlar. Kelininglar uchun xush kelibsizlarga shunaqa chiroyli bo'lgan dvoykalarni ham 3 xil rasvetkasidan olib kelib qo'yganmiz. Frantsuzskiy dilinadagi shunaqa chiroyli bo'lgan shifon bilan kombinatsiya qilib ishlangan ko'ylaklarimizni ham 99 minglik do'konimizdan topsanglar bo'ladi. Voy, xudo xolalar, bu hali hammasi emas. Mana shu villurdan bo'lgan dvoykalarni ham do'konimizga kelib 6 xil rasvetkalarni mana hozir hammasini bittadan sizlarga ko'rsatib